Tak, hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan Jahon. Do'stlar, bugun sizlarga Mortisda proyegroq bo'lishni o'rgataman. Qani ketdik unda. Mana olmasam do'stlar, o'yinimiz boshlanyapti. Odam topolmadim, o'shanga botni olishimga qaror qildim. Mana hech qachon maslahatim avto otmanglar, avto. Faqat bunaqa qochib o'ynanglar. U hujum qildimi, sizlar sirazi qochinglar. U bekorga o'qini ketqazadi. Taktika bilan o'ynanglar, to'lka. Qochib. Bu botam bir botni balasi ekanda. Shu qilib, yo'lmasam bitta ataka berasizlar, ular sizlar baba orqangizdan quvletdi. Kelyapti, sirazi orqaga qochamiz. Taktika bilan o'ynash kerak, muhimi. Ama shuna tez vaziyatlarda ama avto ochishlari mumkin. Lekin bu taktika bilan o'ynaganda avto ochish maslahat bermayman. Do'stlar, qaranglar, endi ultra qanday ishlatishni o'rgataman hozir. 3-ga 1 o'ynab ko'rsatib beraman botlar bilan. Ana ultrani faqat hozir ko'rsatib beraman. Hozir ultrani to'ldirib olay. Короче, qaranglar, hozir uchalasi kelyapti. Ultrani bir kishiga emas, uchalasiga bersa jonni yaxshiroq oladi mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Shu uchalasiga mana ultrani berish kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi shuna qilish kerak. Bir kishi emas, 3 kishiga berish kerak ultra. Brawl Ballda ham, любой kartada. Mana xuddi shuna o'ynash kerak do'stlar.